Assalomu alaykum hammaga. Peravali yopilgan sabab Toshkentga ketgandu. Bu yoqda hamma mashina to'xtab qolgan. Peravaliyani yopib, ta'miga baho berishadi, o'zlarining fikrlarini eshitamiz. Achchiqlik, rahmlik, hammasidan bu. Ya, okey. Qani maychi? Samarqandniki. Qani okey, siz ko'ringchi. Okey, yaxshi ko'rdim. Xabar qilmoqchi, har xilmi? Nima archa qurdi aka? Namangan sotiladi, do'konlarda. Sizlar bir ta'miga tetik ko'ringchi, har xil qurt bo'lar ichida. Achchiqlik, rayhonlik, bir ko'ringchi ta'min okey. Qurt farqiga borasizlar, sizlarga ko'p. Sizlarga ham yo'qmi? Qaymoq ekanda. Qaymoq ya, okey. Ta'min zo'r okey. Okey, Namangan qurti mana bu. Hamcha qurib, eko'rgan, ko'rgan bu. Eko'rgan. Bitta eko'rgan mana. Yo'q. Tamam, zo'r okey. Eson video. Ekonomik yuradiganlar fikrlarini bilmoqchimiz. Klassik. Qayerda buni joy sotilgan? Ha, hozircha Namanganda, do'konlarda bor, yaqinda. Ha? Hamma do'konda Ha, bor, Namanganda hamma do'konda bor, olasizlar. Xudo xolasa hamma mijozlar fikrlari yaxshi. Kimgadir kerak bo'lsa 88 210 40 ga telefon qilib buyurtma zakaz berishingiz mumkin.